Mana 8 sotiklik yer so'ragan akalarimiz uchun mana bu yerda 8 sotiklik yerimiz sotilyapti. Fundamentlar quyilgan. Mana bu dorixonadan kirishimizda mana yerda katta mehmonxonasi bor. Mana bu yerda to'rxonali uy bor ekan. Mana bu tomonda vremenkasi bor. Xullas vremenkasini hojatxonasini kavlab chiroyli qilib qo'ygan. Mana bu yerda cho'miladigan xonasi, mana bu yerda oshxonasi, mana bu yerda ikki xona vremenkasi bor ekan. Xullas mana bu yerdan kirganimizda ikki tomonda ikkitadan uy bor ekan. Xullas sharoitlarga keladigan bo'lsak, yerlari unumdor yer, suvlari kelgan, svetlari mana bu yerdan kelib, mana qo'shninikida sveti bor. Xullas odamlar yashaydi bu yerda. Mana bu yerda maktab 50 metr naryoqda katta maktab bor ekan. Bu tomonga keladigan bo'lsak, mana ko'cha tomondan asaldan kirib kelishimizda mana bu yerda ko'rinayotgan bo'lsa, poliklinikasi, nima deydi, doktorxonasi bor ekan. Oldida bog'chasi bor. Bu yerga suv kelgan deydi, suvni ko'rsataman. Mana suvga keladigan bo'lsak, mana turbadan tortib kelgan, vaqti bilan ertalab kechqurun, adashmasam, ertalab kechqurun suv beradi deyapti. Mana bu yerda lola qizg'aldoqlar ochilyapti. Xullas, manzilga keladigan bo'lsak, manzil Surxondaryo viloyati Uzun tumani Beshtom qishlog'i. Xullas, yana ham aniq manzilga keladigan bo'lsak, mana bu tomondan pastdan chiqib kelganimizda Bobotoqqa ketishda mana bu katta sentralniy yo'l. Bu yog'i Bobotoqqa qarab damagan chiqib ketaverasiz, xudo xolasa. Xullas, bu yerimizni bahosiga keladigan bo'lsak, $10,000 deyapti, yana kami bor. Qiziqqanlar uchun shu videoning tagiga telefon nomerlarimizni qoldirib o'tib ketamiz.